esa sud qarori chiqmaguncha hibsda saqlab turiladigan bo'ldi. Allohim, menga o'zing madad ber. Nima uchun o'z joniga qasd qilganini bilmayman. Sezmayapman. Oyog'imni sezmayapman. Boshqa ilojim yo'q edi. Demak, ichimda qachon portlashi noma'lum bomba bilan yashashimni xohladingizmi? Men farzand kutyapman. Soqchi! Men bu yerdan chiqishim kerak. Bu yerdan chiqishim kerak. Kirgan joyidan endi aslo tirik chiqmaydi. Iltimos yordam beringlar. Ularga ayt. Bir marta o'lib bo'ldim, boshqa o'lmayman.